Hozir. Ovqatlanasizmi? Yo'q. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yemayman ham, ichmayman ham. Yo'q dedim-ku. Issiq choy-chi. Tinch qo'yinglar, meni bo'ldi. Hey, Kelishim bilan hamma meni so'roq savolga tutadi. Shu uyga kelgim kelmaydi, oyi. nima kerak Assalom. baqiryapsan? Va alaykum assalom. Senga o'zi bir narsa bo'lyapti. Baqiraman. Menga baqirma. Menga baqirma. Hammasini siz qildingiz, oyi, siz. Na bu uyga kelishni bilaman, na kelmaslikni. O'shani oldiga borgansan shekilli. Birov seni ha deyaptimi? Nima qilay? Ketaymi shu uydan, qutulasizlarmi? Har kuni meni haydab boradi. Oyi, o'sha siz aytayotgan iflos. O'sha iflos bir narsa ichirgani aniq. Boring xotiningiz oldiga deydi. Bilmayman. Nimagadir yomon ko'raman. Nimaga bunchalik yomon ko'rasiz uni? Orqam ko'tarmaydi. Yo, nimaga boryapsan uni oldiga? Ha? Baxtingni xotiningni o'zi rasvo qildi. Meni baxtimni rasvo qildingiz, oyi. Arosatda qoldim. Uyalmaysanmi? Yalindim, kechirim so'radim. Oyog'iga yotmagin. Ha, Nima? Borib yalindingizmi? Kechirimlar so'radingizmi? lekin u kechirmadi. Haydayapti. Meni shu kuyga siz soldingiz, oyi, siz. Odam ham shunaqa ahmoq bo'ladimi? Rustam aka, bag'ringizga bosib, qizim deganingiz uchun. Nima gap? Zarinani sizga rahmat demoqchi edim. Bu gap uchun rahmat deyishingiz shart emas. Ayollarni qanoti ostiga olish meni burchim. Bu har bir yigit kishini burchi. Himoyasidagi Zarina meni ham qizim. Shunaqangi baxtli qiz bo'lsinki, hammani havas kelsin. Hali vaqti kelib uni o'qishga kiritaman. Amin. Boriga ko'ndi. Menga ham dalda bo'ldi. Yo'qchilikda katta bo'ldi qizim. Aqlli, odobli, yaxshi tarbiya bergansiz. Boshqalarni onasiga o'xshab, kafeliga yashashga imkoniyatlar qildim. Endi otasi bo'lmasa ham qo'limdan kelgancha olib bora olmadim. Qimmat kiyimlar kiydira olmadim. Sinmasin dedim. Meni dadam yo'q degan savolni, lekin qizim esini tanigandan beri juda ko'p berardi. Yig'lardi. Ayol kishi baribir bolalardan birontasi uni nuqul xafa qilardi. Ko'chada o'ynab yurgan paytlar otani o'rnini bosa olmas ekan. Xaltada narsalar ko'tarib kelsa, hammani dadasi ishdan uyga seni otang yo'q deb. Shunda rosa yig'lab kelardi. Meni qizim nuqul mo'ltirab qarab turardi. Rostdan aytyapman. To'g'risi meni ham ko'nglim bo'sh. Hozir meni ham yig'latasiz. Shunda men ham unga qo'shilib ko'p yig'lardim. Boya rostdan ichimdan xursand bo'ldim. Endi qizimni ham dadasi bor, bilasizmi? Ichimdagi bo'shliq to'lgandek bo'ldi. Bizga shuni o'zi kifoya. Xotirjam uxlasam ham bo'ladi. Endi bizni suyanadigan tog'imiz bor. Ustiga nima kiyadi, oyog'iga nima kiyadi deb o'ylamayman. Ertaga qizimga nima olib beraman? Maoshni qachon olarkinman deb ana shunaqa kunlarni sanab o'tardim. Qarzlarimdan qandoq qilib qutulaman deb o'ylamayman. Kun sanamayman. Maoshimni olgandan keyin to'lovam kunma-kun yetib kelardi. Endi shuncha sabrimga mukofot bo'lsa kerak. Qarz olmagan odamim qolmagan. Ishonasizmi? Ishxonada. Shunaqa. Ishxonangizga borasizda o'sha hamma qarzlaringizni ertaga men beraman o'sha pullarni. To'lab kelasiz. Rahmat.